akalar, aktivda ham yoritib tashlayapsizlar. Biz ma'lumotni to'g'ri yetkazyapmiz inshaalloh. Mana shu Captiva mashinasini ham olib qo'yganmiz. O'rtoqlar, buni aybini topish bizga juda oson bo'lmadi. Inshaalloh buni ham aybini topdik. Qaranglar o'rtoqlar, 50 tezlikgacha mashina og'ir yuradi. 50 dan keyin ag'ir dakansa, bossangiz ham skorost ketaveradi. O'rtoqlar, buni biz avtomat korobkasini yechib olganmiz. O'sha 50 gacha bo'lgan tezlikni ko'rish uchun avtomat korobkani yechdik. Haqiqatan avtomat korobkaning ichida muammo bo'lganini hozirlar ko'rsatib beraman. Akalar, ko'rib turibsizlar, o'sha korobkani yig'yapmiz, avtomat korobkani. Xo'p, aybi o'rtoqlar mana miyasi bo'ladi, o'sha yerda prokratkasi bo'ladi, yo'nalishlar o'zgartiradigan mo'ydi yo'nalishini mana shu yerda sinib ketgan, ko'rib turibsizlar. Singan joyi sinilgandan keyin bu yog'i mo'y ikki tomonga o'zgarib, shu hisobda katta skoroskga tushib qolgan. Qaranglar o'rtoqlar, bu nimadan bo'ladi? Mana ko'rib turibsizlar, mo'y eskirib ketganda hisobidan shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun obязательно o'z vaqtida almashtirish kerak. Qaranglar o'rtoqlar, mana bu magniti bo'ladi, filtrda. Bu nima uchun qo'yiladi? O'sha ichidagi strushkalarni yig'ib olish uchun qo'yiladi. Mana to'lib qolgan holati, mana ichini ko'ryapsizlar, qanday to'lib qolgan. O'shaning uchun o'rtoqlar, hozir birato'la biz proklatkasini ham qo'yamiz, filtrini ham qo'yamiz. Mana bunaqa plastmaslar ham kelgan, plastmaslarni qo'yib, terib, cho'tka qilib yig'ib beramiz. O'rtoqlar, bu videomiz foydali bo'lsa, bitta like bosasizlar, shunaqa ma'lumotlar yo'qotmaslik uchun Denonic Worldga obuna bo'lib, bizni kuzatishni davom etasizlar. Masterni kuzating.